juda eng yaqiningiz ham, eng do'stingiz ham, eng suygan bolangiz ham ustingizga tuproq totilgandan keyin hamma kelsa ham eng yaqiningiz ham qolib taboladi yo'sida o'qib ketadi. Eng suygan farzandingiz ham, suygan qizingiz ham tashlab ketadi. Yolg'iz o'zingiz amallaringiz bilan qolasiz azizlar, yoshlar. O'qilgan namoz, Allohga ibodat, Xudo uchun yig'langan ko'z yosh bormi? Yig'laganmisizlar Xudo uchun? Xudo deb yig'langanmi? Sajdada uzoq turib Allohdan so'raganmisiz? Hatto o'zingiz farzandlaringiz, o'zingiz ahli ayolingizdan ham bekitib shular ko'rib qolmasin deb hech kim yo'q uyga kirib Alloh uchun yig'lagan kuningiz bormi? Bir qaysidir bir ishingiz bitmayotganiga emas, oxiratda eslab, gunohlaringizni eslab, Xudoning rahmati, Xudo meni kechirarmikin? Bu holatim, shu ahvolimda bo'lsam Xudo menga rahm qilarmikin deb yig'lagan oningiz, davringiz, paytingiz bormi?